Er urushga haqlimi? Albatta haqli emas er urushga. Buning uchun bizda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimiz bor, qonunimiz bor. U yerda aniq va ravshan qilib belgilab qo'yilgan. Ya'ni 59 prim 2 moddamizda o'sha xotini не только nafaqat er xotinni urishga, balki xotini erini urishga yoki bo'lmasa o'sha bitta xonadonda yashaydigan ota o'zini farzandiga nisbatan zo'ravonlik qilishga oilaviy yoki farzand otaga nisbatan zo'ravonlik qilishga haqli emas. Oilaviy zo'ravonlikda og'zaki janjal, haqorat, misol uchun kaltaklash, tuhmat, mol mulkka qasddan shikast yetkazish va boshqa holatlar o'sha hozirgi kunda zo'ravonlikni oilalarimizdagi eng ko'p tarqalgan turidan biri bo'lib qolgan va zo'ravon jabrlanuvchini shaxsini tahqirlaydi. Ya'ni agarda biz er deb oladigan bo'lsak, er ayolini shaxsini tahqirlash orqali vaziyatni shaxsan nazoratga olishga harakat qiladi. Bunday holatlarda o'sha erkak kishini yoki bo'lmasam ayol kishini harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 59 prim 2 moddasi yuzaga keladi. Ya'ni javobgarlik yuzaga keladi. Sutkagacha ma'muriy qamoqqa olinishi mumkin. Agarda bir yilda 2 marotaba takrorlanadigan bo'lsa, mana shu zo'ravonlik o'sha Jinoyat kodeksining 126-prim 1 moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishi ham belgilab qo'yilgan. Bundan hech kim qochib qutula olmaydi.